Islom bankidan foydalansa bo'ladimi? Musulmonlar topshirmayotgan pullarni ham nimadir qilib shu musulmonlarni qulog'iga tepib, lag'monni ilib olish kerak o'shalardan shu pulni ham. O'shandan ham foydalanish kerak-da. Yetmayapti chunki qolganlarniki. O'sha qolib ketyapti musulmonlarniki, ya'ni. Doim aytamizki, o'zi bu tizim, bank tizimi, oxir-oqibat dajjolning qo'liga topshiriladigan tizim. Nimaga desangiz, o'sha hadislarda kelgandek, butun yer xazinalari uning qo'lida bo'ladi degan. Toki odamlarga u o'tir desa o'tirsin odamlar, tur desa tursin. Chunki hamma narsangiz ularda jilovida bo'ladi. Bank tizimi mana shu aslida, ya'ni. Endi mana shu odamlar ribo ekan, boshqa ekan deb aylanib o'tishga harakat qilgandan keyin tabiiyki buni nimadir qilib shunaqa jilovlash kerak-ku endi. Xohlasa spirtli ichimliklardan festivalni o'tkazadi, xohlasa boshqa mayxona qiladi, fohishaxona qiladi, bilganini qiladi. Ya'ni diningga tupurdim degan davlat, xulosa qilib aytganda, uni garchi tilida aytmasa ham fe'li bilan va ba'zan tili bilan ham shunaqa deydi ham, ya'ni. Endi o'shalardan siz bank tizimiga kelganda demoqchiman. Yo, bu bank islomiy qilish kerak, buni gunoh bo'ladi deyishini kutasizmi siz? Islomiy qilish kerak, buni gunoh bo'ladi deyishini kutasizmi siz? Bismillahirrohmanirrohim. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, yurtimizda islom banki ochildi. Bu yaxshimi? Va bunga qanaqa qaraladi? Islom banki boshqa banklardagimi? Musulmonlar bu bankdan foydalansa bo'ladimi? Tushuntirib bera olasizmi debdilar. Endi men bu islom bankini, bizda ochilgan islom bankini ishlash kayfiyatini bilmayman. O'rganib chiqish kerak. Ammo mana bu arab diyorlaridan o'rganib kelingan sistema bo'lsa agar bu, xususan masalan Misr diyorida shunaqangi bank islomiy degan banklar ko'p. Ana shu Misr diyoridagi ulamolar ko'pchiligi aytishadiki, bu islomiy degan narsa quruq nom. Hech qanaqa islomiy emas aslida kayfiyati. Bu quruqqa o'sha haligi musulmonlar ribodan hazar qilishligini aylanib o'tishlik bir hiylasi, ya'ni. Xuddiki bugun mana boykot qanaqa qilinyapti. Musulmonlar bir narsaga boykot qilaversa, keyin shuni bunday aylanib o'tib, telefonini almashtirib qo'yib, uni etiketkasini yoki bir nomini o'zgartirib qo'yib, lekin o'sha narsani sotilaveryapti-ku. Boykotda aylanib o'tish uchun. Bu masala ham shunday. Musulmonlar ko'pincha shunaqangi ribo ekan, boshqa ekan bankdan chetlanishga harakat qilgandan keyin ular shuni aylanib o'tishni istaydi, bank tizimlari ko'pincha. Va undan ham tashqari o'zi odamlarni bank pullarini jilovlab turish uchun chiqarilgan sistema. Mana hamma narsangiz hozir kartada, pullaringiz kartada, oldi berdingiz kartada, hamma narsa kartada, siz qo'lingizda naqd pul yo'q. Doim aytamizki, o'zi bu tizim, bank tizimi, oxir-oqibat dajjolning qo'liga topshiriladigan tizim. Nimaga desangiz, o'sha hadislarda kelgandek, butun yer xazinalari uning qo'lida bo'ladi degan. Toki odamlarga u o'tir desa o'tirsin odamlar, tur desa tursin. Chunki hamma narsangiz ularda jilovida bo'ladi. Bank tizimi mana shu aslida, ya'ni. Endi mana shu odamlar ribo ekan, boshqa ekan deb aylanib o'tishga harakat qilgandan keyin tabiiyki buni nimadir qilib shunaqa jilovlash kerak-ku endi. Ana shuning uchun shunaqangi nomlar chiqadi. Yana aytayapman, men aynan bu narsani hozir bizda ochilganini aytmayapman. Chunki har qanday narsaga baribir uni odam o'rganib chiqib hukm qo'yish kerak. Hatto buni o'sha dinga dushmanlik qilayotganlar qilayotgan bo'lsa ham, lekin baribir bir narsani o'rganib chiqib hukm qo'yish kerak. Lekin men aytayotgan narsa aslida agar shu mana arab diyorlaridagi tizimdan o'rganib kelingan bo'lsa bu deyapman. Arab diyorlaridagi islomiy bank degan tizimlarda hech qanaqa islomiy emas deyshadi ulamolar. Jumladan masalan Shayx Mustafa Adaviy hafizahulloh u kishi doim aytadilar shu narsani ta'kidlab, faqat va faqat bu aldov, nomi islomiy. O'sha ribo degan narsadan odamlar hazar qilgandan uni aylanib o'tish uchun chiqarilgan sistema deydi. Hech qanaqa islomiy tizim emas aslida deydi. Shuning uchun endi qarash kerak, u qanaqa qilib tuzildi, u nima qilindi. Asli musulmon odam bankdan o'ta bir zarurat uchun foydalanadi. Masalan, pul olib beradish uchun foydalanasiz, bir joyga jo'natasiz, bir joyda yoki qabul qilasiz. Ammo pulni shunchaki qo'yib qo'yish uchun agar o'zingizda ixtiyor bo'lsa, ya'ni uni ko'paytirish uchun imkon qadar bu narsadan chetlanish kerak, ya'ni. Shunaqa deb bilamiz biz. Keyin bir narsani inson tushunishi kerak-da. Dinni xohlagancha o'zining havosiga moslayotgan bir tuzum, qaysi davlatning tuzumi bo'lsa ham u Arabiston bo'ladimi, O'zbekiston bilan farqi yo'q, Tojikistonmi. Xohlagancha dinni havosiga moslaydi o'shalar, to'g'rimi? Ramazonni xohlagan kun belgilaydi, hayit xohlagan kun belgilaydi. Bir vaqt keladi, niqobni taqmaysan deydi, maska taqasan deydi. Bir vaqt keladi, yo'q, maskani ham taqmaysan deydi. Soqolingni olasan deydi. Namozda qo'lingni u yoqqa qo'yasan, bu yoqqa qo'ymaysan deydi.
Xohlasa spirtli ichimliklardan festivalni o'tkazadi, xohlasa boshqa mayxona qiladi, fohishaxona qiladi, bilganini qiladi. Ya'ni diningga tupurdim degan davlat, xulosa qilib aytganda. Uni garchi tilida aytmasa ham fe'li bilan va ba'zan tili bilan ham shunaqa deydi ham yani. Endi o'shalardan siz bank tizimiga kelganda demoqchiman. Yo, bu bank islomiy qilish kerak, buni gunoh bo'ladi deyishini kutasizmi siz? Bu xuddiki shaytondan ezgulikni kutishga o'xshaydi-da. Bu shayton u baribir. Nima qilsa ham undan ezgulik kutilmaydi. Qanday qilib unga ishonib bo'ladi deyapman yani. Bitta narsa bor bu yerda, o'sha musulmonlar topshirmayotgan pullarni ham nimadir qilib shu musulmonlarni qulog'iga tepib, lag'monni ilib olish kerak o'shalardan shu pulni ham. O'shandan ham foydalanish kerak-da. Yetmayapti chunki qolganlarniki. O'sha qolib ketyapti musulmonlarniki yani. Ana shu uchun chiqargan. Endi bir gumrohlar kelib, saroylar boshqalar yarab yulqab o'shalarni ham qilgan ishini maddohlik qiladiganlar, ana islomiy, mana islomiy deydiganlar topiladi. Ular chunki bundan boshqa ming karra ochiqchasiga dinga dushmanlik bo'lgan ishlarda ularni oqlab berib yuribdi-ku. Endi bu narsadan oqlamaydimi? Tabiiy yani. Shuning uchun agar bir inson o'zining avvalambor diniga qayg'uradigan odam bo'lsa, ikkinchidan hatto dunyosiga inson aytayapman-ku, mana shu dajjolga butun dunyoni topshirib qo'yiladigan xazinalarni o'sha narsaga bir inson hissa qo'shmasligiga, qodir bo'lsa qo'shmasligi kerak. Illoki bir sizni zarurat uchun masalan aytayapmiz, oilangiz iloji yo'q, o'sha bankka bog'lab qo'ygan narsalarda mayli. Lekin qo'lingizdan kelgan narsada hech qachon bu bank bilan oldi berdi qilmang yani. Allohu a'lam.